Ha, men ketayotgandim uyga. ketyapsizmi? Yaxshi. Mana. Oyizga berib qo'yasiz. Nima bu? Ro'yxat. Mana shu narsalarni bozordan olib sizdan berib borsin. Tag'in og'ir yuk qilib ko'tarib yurmang. Og'irlik qiladi. Taksida keling. Xo'pmi? Oyijoningizga bersangiz, o'zi tushunadi. Xo'p, oyijon. Yaxshi o'tiring. Voy, yaxshi keldingmi qizim? Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi. Ha, kuyovim yaxshimi? Qudam yaxshimilar? Hammaligi yaxshi. Sizga salom aytib borishdi. Voy, salomat bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Ha, aytgancha oyi. Ha? Bularni oyijon berib yuborgandilar sizga. Nima ekan? Bilmadim. Shularni ko'rsating, oyiz berib yuborsinlar dedilar. Aha, xo'p. Xo'p. Banan, olma 2 kilodan, qimmat shokolad 4 kilo, pista, bodom, go'sht, qo'y go'shti, mol go'shti 2 kilodan. O'zim qulupnay. Nima bu? Yig'in qilyapsizlarmi? Yo'q, oyijon, bilmadim. Shuni berib yubordilar, olib keling deb. Voy bu. Mol go'shti,